bir necha kun oldin Kunuzda bitta xabarini ko'rdim. O'sha O'zbekistonda matbuot erkinligi yillar davomida yana ham ko'tarilyapti, ya'ni matbuot yana ham erkinlashyapti degan qanaqadir konferensiyami, shunga o'xshagan nimadir bo'lgan ekan. O'sha narsani olib chiqib, ya'ni matbuotimiz unaqa bunaqa bo'lib ketyapti, zo'r bo'lib ketyapti degan gapni aytyapti. Matbuot erkinligi hozir men ko'rsataman, matbuot erkinligi qanaqa bo'lishini. Mana bu yerdagi bo'lgan video bu bir satirik ko'rsatuv, Ispaniyadagi bir milliy telekanallardan birida efirga uzatilgan. Bu doim bo'lib keladigan satirik ko'rsatuv. Mana shu ko'rsatuvda ko'rib turganlaringdek odamlar o'sha mana bittasi chiqib gapirgan, o'sha hammasi chiqib oldi. Hazil qilishyapti-da va hazil ustidan ham o'sha urushni, bo'layotgan urushlarni, o'sha Falastin bilan bo'lgan nimalarni gapirib, plus Isroil ministrini, o'sha vazirini rasm orqada o'zi ham ko'rinib turibdi, o'rta barmoq berishyapti-da. Nafaqat bittagina odam, hammasi o'sha o'rta barmoq beryapti o'shanga. Va men nima demoqchiman? Matbuot erkinligi bu endi madaniyatni qo'shmaylik, bularning madaniyati shunaqa ekan. Xo'p, okey, nima demaymiz endi, o'zimizni nimamizga tiqmaylik. Meni ko'tarmoqchi bo'layotgan, gapirmoqchi bo'layotgan narsam birortasi jinoiy javobgarlikka tortilgani yo'q yoki-da jarima to'lagani yo'q. Mana sizlarga so'z erkinligi, matbuot erkinligi. Endi mana bu qizga qaranglar. Bu qiz amerikalik 23 yoshli Mayamidagi qaysidir universitetda o'qiydigan bitta qiz. Bu qiz WhatsApp'dagi sinfdoshlar, o'sha kursdoshlar WhatsApp'dagi, ya'ni yopiq WhatsApp gruppaga yozgan xabar Netanyahuni, o'sha Isroil o'sha vazirini ismini ishlatib yozgan xabari uchun, hazili uchun mana ikkinchi darajali o'sha nima bilan topilgan, aybdor deb topilyapti. Ya'ni hozir ham ko'rilyapti, lekin o'sha bilan ayblanyapti. Va u ayblov bilan ayblanganlar 15 yilgacha ketadi-da. 15 yilgacha. Oddiy hazillar orqasidan 15 yilgacha ketadi. Va u qiz hozir nimadan chiqqan? Ya'ni kimdir o'sha pul berib buna qilinadi-yu, bail deyiladi ingliz tilida, o'zbek tilida garov puli bilan chiqqan, hali ham ketyapti lekin suvda. Mana sizlarga so'z erkinligi. Hammani sevimli Amerikasida va Ispaniyada.